Ne kılanmaydı deb. Nimani kılanmaydı? Men neçin yağı qonun asman tiklep yatmadım men. Men uyalginim yunama va. Mani qilganim men. Mabal doktorxonada dod qilish 2 hafta oldu mana. Kunni qo'limizdan vaqamsa kelmaydi bu. İşte so'rab buningki dosaq toshfakan operatsiya qilib oldik. Qilib bo'lgandan keyin kunida ishni so'rab buni. İşte doğrulunu özümüz yigizmasak herkes o'z yemaydi bu bola. Bu bolani davolab 3-kunga kelganda yana birisi keldi. Hop o'xshash KG'dash bilasiz. Birsi omaq. Lekin ikkisining avvali o'xshab ketdi. Ikkilisining sudi to'lcha chiqqan. İşte dosaq toshfa. Mabal shu mana. Bu balaga sudi kolu xalt silib, shlank silib doktorxonada o'tdi. Dumbularda mana xaltal esiqliq mushtaq qilib kichik tarat qilmasa buning sudi kolu yolg'onda ashfa operatsiyadan ham chiqdi taqa. Ma ikkisining birisi erkak, birisi tishida, lekin bu ikkilaylarningki shunda xarakteri o'xshab ketadi. Birisi bilan ya urushmaydi, ya bizdan bir qapilish baqqan yeri yo'q. Nat onluq işlar bu. Muş avval baxatarlik müşkütün birisi var mı ya da? Hammaylarni müşk vabasi degan kasallik qolgan. Bu balni davolat qilish mumkin bo'ldi, faqat yaxshilanish yo'q. İşte terak saqib ketib qolar. Ma badalni bir shovda o'qib qolib sirq chiqsam, yana ham qo'yib turibdi. Bak uzoq qoldi, ishkat bo'lib qoldi ham qo'yib. Yaman zerikdim. O'zimning müşkimni doktorxonaga kelib qolgan. Bu müşkka bir tomoq o'rtay deb. Magwan todumini gaplasam talishib ketdi, bu men sakrab chiqib ketdim. Ma oq mushukni men xizmatdashim yo'lda ketib, yo'lning bo'yida yetib ekan. 1,5 kilo kelib qolibdi ekan ayni vaqtda. Qo'lni beqib hozir. Ma mushuk hozir 3 kilodan ishib ketdi kelganda hozir. Ma bemor bo'lib yotgan mushukdan bir soatda bu talishib ketdi-da men yetimdi. Nima mening mushukimni achchiq kelib sen men chima deganda ikkisi. Opti ikkalamiz shahada paranglashqashtiramiz. Men sir chiqsam. Ma o'tallab qilib ikkini oldi davolab ishdan bir soatda. Bu ketdikin buni bilan okullarni urib olib birdan o'ynab mayadi. Bak amroqmish to'qqa haraqtin kas ehtimom deb tishlab oldi. Ma balni yo'qsilib o'ltasaq, men mushukdan bir ketdi. Bu mushuk tartıdan qan kilovat qilish kun bo'lib qopdi. Chiqqan yoz kunida kichikkanamdan kichik tarat qildigan qanarlash. Buni tashkirab shu suduk yo'ldoslab qolgan ekan yallo'g'inib. Buni shu naytsilib suduk yo'lni o'nshab işte xaltaga durib qo'ydik. 5 kun turdi hamda kunda qilib. Bolni bir taraf qilib chiqsam ma ikkalan degan bek açı putun doktorxonada kelmadim bekachida bular. Xiraydan o'rtasida qo'yib qo'ygan o'rnini qilib o'tiribmişda. Canı rahatida yashaydi. Uni machimmo nemish qilib aytsa do'stlar, sanlar balyat qusincha tashqib ekan bu bechoraning o'shga yashayapti. Operatsiya qilishdimi bizmi qo'rqaymiz, iksim qo'rqaydi. Shuni davolab baqilay do'riyab bo'lmasa operatsiya qildi deb ketkizib o'tdi. Ma balğının bo'lib to'sam bu boldagi yerib ketibdi ekan, yo'q o'taga. Misha birdam aramini olib yotdi. Endi mayam g'uluq kunda bitib qolgan mushtumisi va keyin bakatchiga ma balniki. Palelerimni tishlab soatdas qoldi qo'limni tishib o'tkilar. Shu mushukni tug'dirmayman da ko'paytimanda bu tomonlayman.